Futbolda boosterlarni qanday to'g'ri ishlatish mumkin? O'zi qanday booster beriladi? Qanday to'g'ri kuchaytiriladi? Shu kabi savollarga bugun javob topamiz. Buning uchun birinchi players bölümüne kiramiz va kerakli o'yinchini kuchaytiramiz. Biz hozir ground kuchaytiramiz. Buning uchun level training degan narsa bor. Birinchi tur, ikkinchi turda o'shanga kiramiz. Auto select birdan o'zingizda bor tokenlar ishlatiladi. Menda bu sal o'yinchi kerak emasligi uchun tokenlarni asramoqchiman. Tashlaymiz ikkitasini. Oldik. Keyin process bo'ldi. Done bo'ldi. Endi mana yerdan player progression ga bosamiz. Bu yerda auto kuchaytirilgan bu. Endi buni to'g'ri kuchaytirishimiz kerak. O'yinni o'zini kuchaytirgani faqat statslarni oshiradi, lekin o'yinchini kerakli nimalarni kuchaytirmaydi. Telegramda mana quysini so'rashganda dinni xaritasi berilgan e'lonlar. E'tibor bersanglar agar xarita yo'nalish bo'yicha berilgan rasmga qarab, mana shunda Telegram kirib kuchaytirasizlar mana. Ikonkasiga qarab mana. Shularga qarab beriladi mana. Mana shulardan belgilab chiqasizlar. Keyin qaytamiz. Kuchaytirildi o'yinchi deylik. Kuchaytirganimizdan keyin endi bunga booster ham berish kerak. Booster berish uchun boosterlarni ikki xil yo'lda sotib olish mumkin-da. Olish mumkin demoqchiman. Bittasi, birinchisi mana booster berish ko'rsatamiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu yoqda booster crafting kiramiz. Mana shu yerga kiritiladi. Ko'rayotganimiz override menda allaqancha bo'lgan random bor. Sizda randomli tushadi. Bu har xil narsa tushib qolishi mumkin, ehtimol har xil. Keyin mana selection bor. Selection token bor. Selection token o'zingizga kerakli nimani boosterni sotib olishingiz mumkin, qo'yishingiz mumkin. Mana qarang, oshirilgan statlar. Stealing mana bu qo'yishingga kerak bo'ladigan narsa bu stealing kuchaytiradi. Yana turli xil boosterlar bor. Shular qo'shilib beriladi. Boosterlar qanday olinadi degan savol bor. Bu savolga javob berish ham qiyin emas. Shunchaki eng oson yo'li o'yinni mana yerda shopga kiramiz. Mana yerda JP deb yo'li bor. Shu yerga kirib random booster sotib olamiz. Bu faqat random booster deb berasizlar. 300 ming, 200 ming turadi. Aksiyada kelib turadi har doim har xil vaqtlarda. Endi shu sotib olganimizdan keyin bosib kirib olsak bo'ladi. Yana bitta yo'li bu eventslar orqali olish. PVBor и IUga bunda bosasiz. Mana nimasi bor? Mana booster olsa bo'ladi bunda nima? Bitta booster o'ynab olsangiz bo'ladi. Bundacha Spanishda. Bunda yo'q ekan. Bu Italian Clubs unda ham yo'q adashmasam. Orqaga qaytamiz. Mana bosdik, bunda yo'q. Bundan kontrakt olsangiz bo'ladi. Xo'sh, bunda ham yo'q. Mana shuni bosib ko'rasizlar, ustiga bossangiz chiqadi. Bunda bor. Buni biz olmay allaqachon olganman buni. Misol uchun. Shunaqa olib o'ynab olsanglar bo'ladi boosterlarni. Bu booster token deyiladi o'zi aslida. Yana orqaga qaytamiz. My team bo'limiga o'tamiz. Players yana. Action bosib yana bitta yo'lni ko'rsataman sizlarga. Endi bular sotib olsa bo'ladi. Mana trending, video lightlarni yoqamiz, ochamiz. Dan bosiladi. Bo'ylab shuni bosib chiqasizlar. Filtrga bosib. Keyin o'yinchilar chiqadi. Turli xil o'yinchilar bor. Managa ichidan keraksiz o'zingizlarga bo'lgan mana shunaqa o'yinchilarni olasizlar, belgilab o'chirib olsanglar bo'ladi. Bu o'chirib yuborish orqali sizlar mana bunaqa 16 ta token olasizlar. Ya'ni select booster token har bitta o'yinchiga 4 tadan to'g'ri keladi. Keyin yana bunaqa tokenlar olishingiz mumkin. 10 ming ta kuchaytirish, JP 514 ming. Xullas buni berasiz sizga. Mana shunaqadan 25 ta o'yinchi sotsangiz, ya'ni hayvon sotsangiz 100 ta bor sizga degan select token degani. Shuning uchun select tokenni qadri baland. Ya'ni divizionda o'ynab olishinglar ham mumkin. 3-chi, 1-chi divizionlarga chiqib. Qanaqadir eventlar bo'lsa, o'shalarda ham bo'ladi. Shunaqa ma'lumotlar agar kimga shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, BBA futbol kanaliga a'zo bo'ling. Buning uchun ekranda ko'rinib turgan username-ni Telegramda qidiruvga bersangiz, kanalimiz kelib chiqadi. Obuna bo'lishni unutmang.